Nima uchun Ahad Xudoyorovni o'zi ustoz deysiz aka? Ahad Xudoyorovni sohamdan tashqari ustoz deyishimga birinchi sabab, men bu juma kunlari o'zini eliga tug'ilib o'sgan xalqiga, mahallasiga boradi-da, o'zini mahallasiga juma namoziga qatnashadi-da. Nima uchun unaqa qilasiz? Toshkentdan Sirdaryoga borasiz har juma imda juma namozi uchun Luboy masjidda o'qisangiz bo'ladi-ku. Men tug'ilib o'sgan elimda, meni ko'rib, yoshligimdan ko'rib o'sgan elimda bir safda namozda tursam, hech bo'lmaganda haftasiga bir marta juma namozidan oldin ko'rishaman, juma namozidan keyin tarqalib hamma bilan bir yuzma-yuz bir ko'rishib chiqaman. O'sha insonlar meni oxirgi manzilga ko'rsatadigan insonlar bo'ladi. U kishilar bilan men yuz ko'rishib turishim kerak degan joyi uchun birinchi o'rinda ustoz deydigan joyi mana shu. Sohamga aloqador albatta ustoz deyman, chunki menga transformatsiyamga ham yordam bergan, haligacha bir trenerlik faoliyatimda menga ustozlik qilib keladigan inson mana shu soham bo'yicha. U insonga shogird bo'lish oson emas. Mas'uliyati juda katta. Dostoyni bo'lish kerak. Dostoyni bo'lish kerak insonga shogird bo'lish uchun. U inson ham menga har doim ta'kidlaydi, sen mendan kuchli bo'lishing kerak. Samarqandga borganimda meni boy jahon kutib olish kerak deb aytadi. O'shaning uchun men u kishini qattiq hurmat qilaman. Nafaqat ishlarni, balki hayot turmushlarini, qanday yashashlarini, dunyo qarashlari ham sizga yoqadi. Shuning uchun Shunaqa. ustoz.